Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Ilovamizning yangi versiyasi chiqqan. Play Market yoki App Storedan yangilab olsanglar bo'ladi. Yangilab olganinglardan keyin kimda qoralamalari yoki buyurtmalari ko'rinmayotgan bo'lsa, tepada romcha logotipini bosib turib, bir marta sinxronizatsiya qilib olishimiz kerak bo'ladi. Shunda hamma ma'lumotlar bazadan sizlarning telefoningizga yuklanadi. Undan keyin hozir yangi versiyamizda hisoblaganda zakazni отходlarini hisoblash uchun yangi usullar qo'shilgan. Misol uchun deylik, mana hisoblayapmiz. Bu yerda yangilik mana bu funksiya. Bu yer bosganimizda oldin 3% edi. Hozir sizlar kirganinglarda ham sizlarda 3% chiqadi. 3% qildik. Saqlab qo'ydik. Endi shu 3% belgilaganimiz bo'yicha umumiy shu zakazga ishlatilgan profillarni uzunligini olib, shunga qo'shimcha 3% отход uchun summa qo'shib qo'yadi zakazga. Bu birinchi usul. Ikkinchi usul to'liq bo'yga hisoblash. Misol uchun klient aytadi, qanaqadir noyobroq rangdan, qimmat rangdan zakaz bersa, отходiga ham to'lashga tayyorman desa, sizlar to'liq bo'yga hisoblab olishingiz mumkin. Bu qanaqa bo'ladi? Hozir mana xarajatli ekranimiz. Mana bu yerda отход ko'rsak, mana bu shu zakazga ishlatilgan profil uzunligi 4,5 metr, salkam 4,5 metr ham отход sifatida hisoblayapti. Chunki biz to'liq bo'yga hisoblashni belgilaganmiz. Agar mabodo buni o'zgartirmoqchi bo'lsanglar ham iloji bor, shuni ustiga bossanglar, buni отходdan chiqarib, zakaz summasidan chiqarib yuboradi, foydali qoldiq sifatida alohida ko'rsatadi. Foydali qoldiq degani bu shu zakazdan qoldi, siz keyingi zakazga ishlatishingiz mumkin degani. Bu birinchi zakazni summasiga qo'shilmaydi. Xo'p, bu ikkinchi usul edi. Endi uchinchi usul, minimal o'lchamlar bor. Deylik, mana Aqua profilda, 6000 trioda, balkon, o'rta kosa hammasiga minimal o'lchamlar belgilangan. Shu o'lchamlar asosida programma raskroy qilib, keyin sizlarga natijani chiqarib beradi. Mana kirib raskroydan ko'rsak bo'ladi. Bu yerda mana bular o'sha minimal o'lchamdan katta bo'lgani uchun buni отход sifatida hisoblamaydi, foydali qoldiq sifatida hisoblayapti-da. Buni summasini zakazga qo'shmaydi. Minimal o'lchamdan kichkina bo'lgan o'lchamni отход sifatida hisoblab, zakazning summasiga qo'shib qo'yadi buni summasini. Mana 25 santimetrli отход qolyapti, 9000 so'm. Buni zakaz summasiga qo'shyapti. Buni qo'shmayapti. Agar xohlasanglar, sizlar o'zgartirishingiz mumkin. Misol uchun shu profilni ham отход deb hisoblamoqchi bo'lsanglar, belgilab qo'yasizlar. Bo'ldi, bu o'sha foydali qoldiqdan отходga o'tdi. Shunaqa qilib, har safar yana eslatma, sizlar birinchi marta kirib hisoblaganinglarda, yangi zakaz hisoblaganinglarda har doim 3% oldindan belgilanib turadi. Keyin sizlar o'zingizlar o'zgartirib qo'yishingiz mumkin. Misol uchun 5% gami yoki 2% gami o'zgartirib qo'ysanglar, har safar yangi buyurtma ochganinglarda foizda hisoblash usuli belgilanib turadi avtomatik. Keyin sizlar uni bunisiga yoki bunisiga o'zgartirishingiz mumkin. Mana buni hozir qanaqa ishlashini ko'rsataman. Birinchisi mana minimal o'lchamlar bo'yicha hisoblash tanlab qo'ydik. Endi biz yangi yana boshqa fason qo'shyapmiz. Misol uchun qo'shdikda, buni ham hisobladik. Mana buni hisoblaganda ham o'sha usul o'zgarmadi. Minimal o'lchamlarga asosan usulida hisoblayapti. Lekin biz uje deylik shu zakazni qabul qildik yoki qabul qilmadik. Mana tozalab yuboryapmiz. Bu zakazni yopdik-da. Boshqa yana yangi zakaz ochsak, endi
boyagi yana foizga hisoblash usuliga qaytib qoldi mana. Avtomatik har doim yangi zakaz ochganingizda bunda turadi. O'zingizlar xohlab keyin boshqasiga o'zgartirib olishinglar mumkin. Bu hammasi shu o'zimizni sexavik akalarimiz taklifiga asosan qilindi. Hamma o'ziga kerakli usuldan foydalanib hisoblashi mumkin. Hammalarga rahmat.